Hürmetli vatandaşım, bir işe kız gep kılaylı siz bilen birlikte muhakeme yukarı liksiyelerde belki ahırda dikkat kılan vatandaş diye liksiye nemi değildi. Soda söhbeti belki var ya ki yok. Çünkü senatör Marco Rubio'nun sözü karıgandı. Nemini sözleşimiz. Bırak söhbet ötküzüdü değil kendi mesela 20. günün başlandı diyen idi. Ötü söhbet başlandı değil kendi mi? Hazır diyeyim oldu 200 milyar dolarlık Cungo'da import kılınan tuarmallığa Prezident Trump baş koydu. Bu 9. ayına 24. günü resmi yol koyuldu. Eğer sen dayana devamlı karşılık kılacağın bolsan onun kendine 200 milyar 670 milyon dolarlık Cungo'da import kılınan tuarmallığa baş koymuş. Ötkendimenlik siyade söz degende sizlerge all türlük talep Amerika Qo'shma Shtatları Jungo hükümetinin aldı koygan all türlük talepni tahlil qildik siz bilan o'ltirib hurmatli vatandaş. Bugun onun endi oxirgi 3 shart kepti. 3 shartni yuqorida ko'rsatib o'tdik vatandaş. O shu shartning o'zi nima deyildi desiniz, bu 3 sharti deyilgan gap Jungo taslim bo'lishning shartlari deyil. Birinci, Cungo bazar ilgilik ötken devlet buluşu gerek. Çokum şuna buluş gerek. İkinci, barlık tamojna beci ve gayri tamojna becidir bir kar kılınış gerek. Ötken sözcüğümüzden birinci kısmıydı. Üçüncü, Kompartiya barlık uğurluk, lökçekler kılmışlardı. Demek bu Kompartiyaya Xitay milletinin Kompartiyasının hususiyeti. Onun alayidliki. Demek hazır Xitaycha alayidlik, Xitay sosyalizm degenden payda bo'lgan alayidliklarning hammasini lökçeklik, uğurluk, mutahamlik, jasuslik vositalarini hammasini bekor qilish. Bu buyruq shaklida kelyapti. Qanday qilasiz Jungo'lik apandi? Demek bu teslim bo'lishning shartlari ekanji men aytib muvofiq kelibdi. Biri sizga xos xususiyat, yani biri sizga xos alayidlik, belki yani biri mutahamlikka mos keladigan vositalar, lökçeklik, jasuslik, jasus tarbiyalash va chet ellarga qo'yib o'tish bu havozi kuchuklarni Muşların hemisi sizin tabiatiniz mas keladigan ishlar, alayidligingiz mas. Hozir nima davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari tugutsan, taslim bo'lishning shartlari mana shu. Bozor egilik o'tgan davlatlik o'rni, davlat iqtisodini monopol qilmaysan. Qo'yib o'tsan. Bozor, iqtisod, shirkat, xususiy taraqqiyot, xususiy shirkatlar hamma narsa. Qisqasi, og'zingni selib bermayman, davlat egiligidek hech narsa bo'lmaydi. Devlet ilgiligi de hiç narsa olmaydı. Savdo setiq ve iqtisodga bog'liq devlet ilgiligi de hiç narsa olmaydı. Fakat ommaning puhroning ishi. Sen o'ltirib bajelib o'ltasangni bo'ladi degan yerga yetdi. Kapitalizm shuga. Sen bilgan qizil kapitalizm, kommunistik kapitalizm bo'lib davlat qurayotgan ekan, sen yuqori qishtani qilishing kerak. Endi oxirgi hisobda nima debdi xulosa? Kompartiya taslim bo'ldi. Taslim bo'lishdan shartlari yuqori qila. Bu shartlarni Kompartiya o'zi emas, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ydi. Mushu shartlarni bejo qilasan, men sening taslim bo'lish shartingni qabul qilman. Oxiri, ya'ni shundaqla bir vahima xarakterli yoki bir qo'rqinish xarakterlik bir ish. Nima deydi? Taslim bo'lgandan keyin Kompartiyani tarqitib etish, Kompartiyani parchalab etish, Kompartiyani tarqitib etish. Bu masala ikki davlat o'tirib suhbat qo'yildi deb yuqori qilishgan. Diqqat qildingiz vatandosh. Qo'rqinish, vahimlik bir ish. Çünkü bu jarayondan bu vahima, bu qo'rqinishni o'tmay turib, Jungo fuqarolari ozod bo'lmaydi. Jungoda iqtisod ozod bo'lmaydi. Jungoda erkinlik bo'lmaydi. Jungoda torbat va internet erkin bo'lmaydi. İnsanlar erkin bo'lmaydi. Qo'l bo'lib tug'ilib, yana qo'l bo'lib ishlab, go'rga ketganda hatta o'zining go'rga bir g'arish yerdimi? Setib bilish va uning egi qilish, bu egidor bo'lish huquqim bo'lmaydi. Bugungi mustamlik Uyg'uristonda kerak. Demek bu şunda bul. Şunu siz bu şartlarını kabul kılısınız, teslim bulursunuz siz kelgen eken. Kompartiyani tarqitib etish to'g'risi da suhbat quramiz. Chaqchaq qilmang Jungo'lik apandi, taqdirimiz shu. Shunchilikli bo'la olasiz. Buni da ortiq hech narsa bo'lolmaysiz. Shunchalik yashadingiz, shunchalik yashashga fursat berdik. 40 yil, 46 yil qanot toshdi. 40 yil qanot toshdi, 46 yil qanot toshdi. Vaqt keldi, marhamat Jungo Kompartiyasi. Siz endi Jungo jamiyati kerak emas.
Cungo cemiyeti erkinleşiş gerek. İktisat erkinleşiş gerek. Şu vakti siz degen taraqqiyat buladı. Çünkü bir yerde hukuk koyulup istedi. Koyup istedi. Hukukni kontrol qilib bilish, barliqni kontrol qilib bilish deganlikdir. Hukukni monopol qilish degan gap barliqni monopol qilish deganlikdir. Çünkü her kimning huquqi har kimning o'ziga qo'yib berilish kerak. Har kimning huquqi har kimning qo'liga berilish kerak. Shuning uchun siz endilikdagi nima deysiz? Endilikdagi yana bir vaziyat nima deymiz? Mesela harbiy ishlarga oid vaziyatdan o'ziga qaranglar, diqqat qildingizmi vatandoshim? 9-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Hindistonni taklif qildi. Eng xatarlik vaziyatga birlikda taqobil turish uchun Hindistonni taklif qildi. 9-oyning 6-kuni ishki davlat boshlig'i, yuqori darajalik amaldorlari, davlat mudofaasi, tashqi ishlar amaldorlari yangi Dehlida yig'ini. Bugun 19-kuni Amerika quruqliq armiya diviziyasining askariy qismlari 350 nafar, Hindiston quruqliq armiyasi yana tog' qismlarining piyoda qismlarining askarlari 350 nafar. Boshqa ham Hindistonda Jungo Hindiston chegarasida harbiy manevr o'tkazdi. Demak, xatarlik paytlarga taqobil turish, xatarlik ko'shlarga taqobil turish, mudofaada davlat mudofaasi Hindiston bilan hamkorlashish. Biz o'tgan yil 8-oyning 21-kuni Hindiston strategiyasi, ya'ni qisqacha aytganda shundaq amaliyotda endi Tinch okeani strategiyasi e'lon qilganini sizlarga so'zlagan edim. Afg'onistonning strategiyasi O'rta Osiyoga kirish. Biz sizlarga so'zlagan edik. Hurmatli vatandosh, bugun to'g'ri 1 yil o'tdi. Shu vaqtda 8-oyning 18-kuni, 6-oyning 18-kuni boshlangan Hindiston tog' qismlari, tog' qismlarining Jungoning chegarasiga to'planishi va 8-oyning 27-kuni bu to'plashning to'xtatilishi, tinch yo'l bilan tarqalishi, qaytib ketishi va shuning bilan Jungoga kelgan dual Hindistonning yuqori darajalik davlat rahbarining maslahatchisi dualning Beijingga kelishi, mushqata ishladi, keyni qaytgan. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlar nima deb ifoda bildi? Bir og'iz ifoda bildi. Uni buni degan bir og'iz ifoda bildi. Bugun qarang, 1 yil o'tdi, to'g'ri 1 yil o'tdi. Bugun Jungo Hindiston chegarasida Hindiston qismlari ikkinchi bir xil shaklda paydo bo'ldi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining piyoda qismlari bilan nima dedi? Urushga tayyorlik qilish belgilik harbiy manevr o'tkaz. Vaziyat qayerga kelyapti? Biz endi qaraylik, Sharqiy Shimoliy Osiyo kelaylik 11-kuni. Prezident Vladimir Putin nima dedi Vladivostokda? Mush yilning oxirigacha men Yaponiya bilan tinchlik shartnomasi imzolayman. Ardı 7 kun o'tdi, 9-oyning 18-kuni Janubiy Koreyaning prezidenti Wen Zayin Pyongyangni ziyorat qildi. Ko'rilib boqmagan bir hodisa shu bo'ldiki, Wen Zayin prezident aeroplandan tushganda odatdagi ministr va yoki muavin ministrlar berib uni qarshi olmay, Chavshanning boshlig'i Kim Jong Un berib uni qarshi oldi. Shunday qarshilish bo'lamdi. Demak, hozir bugunlarda nima chiqdi? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshan yerim oralarida Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreya o'tirish suhbatda yiroqlashib qelyapti. Bu Xitoyning tashviqoti. Efendim kechiring, bu suhbatni yoki Koreya suhbatini, Ishki Koreyaning rahbarlarining Pyongyangga uchrashishini Amerika belgilaydigan yana bir davlat bormikan bu dunyo. Ahmoq bo'lmang, kishilarni aldamang Jungolik efendi. Bugun Chavshan ham, Koreya ham sizdan yiroqlab ketdi. Çünkü Reis Xi Jinping o'zingizning o'rnini, Jungo Kompartiyasining o'rningizdan, mamlakat ichidagi o'rningizni, xalqaro jamiyatdagi o'rningizdan nima ekanligini bilib qoldingiz, bildirib qo'ydi. Ko'rib qoldingiz, Amerika Qo'shma Shtatlari ko'rsatib qo'ydi. Shu holda siz men ham mishadi bir millatning mustamlika, Xitoyga mustamlika bo'lgan bir millat Uyg'urning talibi bo'yicha gap qilayki, Reis Xi Jinping jazo lagerlarini beradi. Jazo lagerlarini bekor qildi. Hozir birinchi qadamda siz qiladigan ish shu. Biz Uyg'urlar bugun sizdan shuni talab qilamiz. Mushu vaziyat ostida sizdan shuni talab qilamiz. Biz odamiy sifatida sizni odam etib, odamiy sifatida sizni o'zingizni odam chaqlab sizga talab qilyapmiz. Jazo lagerlarini bekor qilib o'tgan Reis Xi Jinping. Ko'ryapsiz bu vaziyatni. Shuni bilan qanday bo'ldi? Bugun endi 11-kuni Vladivostok chiqini
Ahırda kelipla 19-cı günü İşke Koreya başlıklarının uçraşqanlığı. Muşlarının hemisi bir tutaş qarab kelseniz, azı Amerika Qo'shma Shtatlarının Hindi Tinch Okean stratejisi moşa taraflarda. Mesela Şarkı Şimali Asiyada, Hindistan Jungo chegarasida, O'rta Asiyada, Afg'onistonda ve başka joylarda rol o'ynayapti. Yani harakatga o'tdi degan gap. Onun üstüge hazırlıkçılık, Jungo koyulgan namlar, isimler nima bo'ldi? Jungo'nun süpti nima? Qarab bakın, mana qarang. Birinci, Jungo stratejik rekabetçi. Jungo revizyonist, yani özgertkiçi devlet. Jungo iktisadi tecavüzçi. Jungo mustemlikçi. Yeni mustemlikçi. Yani yeni Cahangir devlet. Jungo bazar iktisadi ilgilik orada ötmegen devlet. Demek bu en asaslık belgele ve hususiyetle azı Jungo doğrusu Jungo'nu süpetligen süpet sözde Amerika'nın siyaset karakterli siyasetleri otturu koyulgan süpetle. Allah kaçan siz Jungo muşu Jungo bulup kaldınız. Özünüzde körüvelen Jungo, tonüvelen Jungo, bilivelen Jungo. Siz Xitay ikensiz demek Uyg'uristonni mustamlik qilib turgan bir imperiya ekansiz, o'zingizning kim ekanligini tanib oling Jungo. Endi 5-si, 6-si, endi zaki bo'lsa-mu 6-si o'tirg'i chiqqan gaplar nima? Jungo Dunyo savdo tashkilotining nizomnomalariga amal qilmagan davlat. 7-si nima? Jungo Janubiy dengizda 90%dan ortiq territoriyaga egilik huquq e'lon qilgan davlat. 8-ci Jungo Dünya Savdo Təşkilatı'na a'zo bo'lib kirib, Jungo'ni Dünya Savdo Təşkilatı'na taklif qilib kirgan Amerika amaldorlarini pushaymon qildirgan davlat. Faqat bir nuqta eshib qoldi. Prezident Trump saylam davrida o'tirib qo'ygan bir nuqta eshib qoldi. O nima? Jungo pulni kontrol qiluvchi davlat. Shuning bilan tamom bo'ldi, tugadi degan gap. En ahırda biz sizlerle 3. 4. leksiyemiz nemi dedik? Bugünkü sohbet, savdo sohbeti, ticaret sohbeti. Dikkat kılın, kiler katımkı sohbet, Jungo Kompartiyasını tarqitib etiş doğrusudaki sohbet. Kişiler şundak dedi, ben sizge yetkizdim. Ben sizge tahlil kılıp verdim, kişilerin diğerlerini hürmetlik vatandaş. Bugünkü sohbet eğer bulunduğun bolsa, savdo ticaret sohbeti. Eğer ikinci kademde siz kilisiz teslim buluşun 3 şartı makul deysiz. 3 şart bu iş teslim buluşuz. Ondaqda Jungo Kompartiyasını tarqitib etiş meselesi keyin kademlik sohbetin